Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Hyperos bugungi videomizga xush kelibsiz. Bugungi videomizda sizlar bilan yana bir launcher haqida gaplashib o'tamiz. Bu Batli launcher ekan va bu launcherni bugungi videoda obzor qilaman. Qani ko'ramiz bu launcher nimalarga qodir ekan va bu launcher jazor deya olmayman chunki ko'rinishidan o'zi oddiyga o'xshadi. Keling bu videoni men cho'zmayman, unda biz boshlaymiz. Avvalambor bu launcherni men Telegram kanalimga tashlayman va Poja launcher, Mojo launcher, Zalit launcher, shu kabi yana boshqa launcherlarni Telegram kanalimga tashlaganman. Bu Telegram kanalimning nomi Poja launcher OZB. Albatta qo'shilib qo'ying, bu yerda 1,5 mingta odam o'tiribdi va bu yerda o'zim bilgan narsalarni tashlab turaman. Va sizga kerakli narsalar albatta asl qotadigan narsalar bo'ladi. Unda biz boshladik. Yana bir bor hammaga salom. Bizning yangi Batli launcher. Bu launcher haqida o'zimni shaxsiy fikrlarimni bildirib o'taman. Albatta bu videoni ko'rganingizdan keyin. Hop, bu yerda kirishi boshqacha ekan. Menimcha eskicharoq salgina. Hop, bu yerda offline akkaunt ochib olamiz. Birinchi o'rinda Hyperos kamiz bu yerda va loginni bossak bizga offline akkaunt ochiladi. Har doimgidek bunga skin qo'ysa bo'lar ekan. Bu ajoyib. Siz mod orqali bu yerda skin qo'yasiz va Microsoft akkauntdan ulasa bo'lar ekan. Hop, launcherni bossak konfir tak bu yerda mana ko'rishingiz mumkin versiyalarni sketch qilsangiz bo'lar ekan. Bir har doimgidek 1.12 versiyani sketch qilamiz va bu yerda ham ajoyib bir zo'r narsa qo'shgan ekan. Bu yerda Forge sketch qilib qo'ysak bo'lar ekan, yaxshi bu degani. Lekin Optifine sketch qilib bo'lmas ekan, shunisini bildim men. Yo'q, afsuski Optifine sketch qilib bo'lmas ekan. Yoki buni o'zida Optifine sketch bo'ladimi? Yana bilmadim. Ha, mana bu yerda bor ekan, mana do'stlar, adashibman. Sal pastga tushirsanglar Optifine degan yozuv bo'lar ekan. Buni Optifine'ni ham bosamiz va ikkalasini install qilib olishimiz kerak bo'lar ekan mana. Har oldingi launcherga qarang, oldingi Zalit launcherning ikkisiga o'xshash ekan, ya'ni sketch qilishi, mana tez sketch qilyapti, ajoyib, juda ham. Xo'p, biz juda ko'p narsalarni yuklar ekan. Endi buni sketch bo'lishini kutamiz va ichiga kirib FPS'lar qanday ekanligini bilamiz. Albatta qaranglar do'stlar, bu yerda bu launcher men o'zimni Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Bu Telegram kanalim Poja launcher OZB. Ekranlarga chiqib turadi. O'shadan Telegram kanaliga shuni o'tasizlar. Har xil launcherlarni tashlab turaman. Video qilib chiqargan launcherlarimni. Hop, bu yerda install menimcha yukladimi? Ani endi yuklasa kerak ekan endi. Fayl papkalarni adashmasam o'rnatdi. Endi o'zini asosiy o'sha 1.12 ni yuklasa kerak. Bu yerda mana bunaqa yozuv chiqdi, bilmadim nimaga chiqyapti. Tak, bu yerda adashmasam sketch qilyaptimi, qilmayaptimi bilmam bo'lmaydi. Bu launcherning eng yaxshi oldin nastroykalarni tekshirmanman azizlar. Tak hop, qaranglar, nastroykaga keladigan bo'lsak, settings qanaqadir g'alati ishlangan nastroykalari ham. Hop, bu yerda mana ramlari turibdi. Grafikalar turibdi. Tak. Har xil babet yuklab olishlari turibdi. Donat Sport. Menimcha, qaranglar, bu launcher virus emas, chunki o'zini mana GitHub bilan adashmasam, mana GitHub bilan adashmasam mana shuni aloqasi bor ekan. GitHub barcha programmalarni o'zi Google'dagi Play Market desa ham bo'ladi. Ya'ni hamma o'sha yangi qoluvchi launcherlar o'sha yerda GitHub saytida qo'yiladi. Bu yerda bizda launcherimiz chota tushmayapti. Nima qilsak bo'lar ekan? Sizlar men 1.16.5 ni sketch qilib ko'raman Optifine versiyasi bilan. Forge emas, faqat Optifine o'zi. Balki bunda test qilib ko'rarmiz. Menda adashmasam bu unaqa qilganimga kirmadi. Bilmadim, bu launcherning xatosimi yoki menda xato o'tdimi? Siz bemalol bu launcherni o'sha Telegram kanalimdan yuklab olib, o'sha versiyalarni o'rnatib test qilib ko'rishingiz mumkin va fikringizni yozinglar izohlarda. Albatta menga bu qiziq bo'ladi. Va launcherlar bo'yicha ham yozinglar. Qanday launcherlarni obzor qilib chiqay. Chunki boshqa mana bu O'zbekistonda yangi launcherlarni chiqarib shu ko'rsatmoqchiman, bilsanglar. Ko'pchilik Java versiya o'ynashni istaydi va men shu narsani odatiy hol qilib qo'ymoqchiman. Albatta sizlarning yordaminglar bilan kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Do'stlar, bizda mana bunaqa holat bizga kirdi, faqatgina sal kamchiliklari bor bu yerda, qanaqadir xatoliklar o'tadi va yana qayta qilishingizga to'g'ri keladi. Bilmadim. Bu yerda adashmasam kirsa kerak. Bu yerda ham xuddi shunaqa ekan, ya'ni Zalit launcherga o'xshab, Zalitda o'zi emas, ikkisiga o'xshab
Mana bunaqa mishkasi g'alati ekan. Ya'ni barmog'ingiz tekkan joyga mishka paydo bo'lar, ya'ni barmog'ingiz tagida. Bizga sal noqulaylik olib keladi. Buni bilmadim qanday o'zgartirishni. Bizni launcherimizga va nihoyat kiryapti. Buni ham kirish juda qiyin bo'lib ketyapti. Yangi launcherlarni kirishi qanaqadir murakkablashib ketmoqda. Bilmayman, odsongina kirish ilojisi yo'q. Ya'ni yengil kirish. Odam ko'proq narsani tushunish kerak. Albatta bu programmani ko'proq o'rganib chiqish kerak. Bizniki mana kiryapti. Bu yerda qanaqadir Mojangni studiyasi o'zgargan, ya'ni rangi yo'q, shunaqa qilib qo'yishgan, yana bilmadim. Ko'rishingiz mumkin mana. Mojang o'zi launcherlar juda ko'payib ketdi azizlar. Bilmadim, bu launcherlarni qaysi biri yaxshi. Men o'zim 3 ta launcher sizlarga maslahat beraman. Birinchi o'rinda Poja launcher, ikkinchi o'rinda Zalix launcher va uchinchi o'rinda Poja launcher. Ikki marta aytdim, Poja launcherni. Va Moja launcherni ham ja maslahat bermayman, chunki men uchun oxirgi o'rinda turadigan launcherlar biri. Faqat Play Marketga turganligi uchun uni ishlatish oson. Xo'p, bu yerda mana kirdi va nihoyat bizga biz nima qilamiz? Nastroyga qilib olamiz birinchi o'rinda video settings. Off qilamiz. Buni yoqib qo'yamiz. Buni boshqa bir karta yaratib olamiz. Qani ko'rib ketdik. Kreativ, Kevrol. Qani bu qanday ishlayotgan, shunga qarab baholaymiz. Azizlar, bizning launcherimizga kirdi va nihoyat endi ko'ramiz bu qanaqa boshqarilar ekan. U azizlar o'zi qotishni boshladi, aziz-sekin mayli kutib o'tiramiz. Balkim o'z holatiga qaytar. Lekin men animatsiyonni o'chirganman, chunki menda 1.16.5 da qotmasligi kerak. Bu yerlarda mana nastroykalar juda ko'p ekan. Menimcha menga bu launcher boshdan yoqmayapti. Qani ko'ramiz. Ishlashlari juda voy. Salgini moslashib olish kerakmi deyman-da. Bir yangi kirganimga xuddi shunaqami deyman. Bu yerlarda mishkalarni ana nastroykasi ekan bu. Yaxshi, o'zi nastroyka qo'shib kerak emasdi bu yerda, juda ko'p qo'shib yuboribdi. Bu adashmasam joysticklikmi deyman. Voy, nima bo'ldi? O'ldirsa bo'lar ekan. Tak. Do'stlar, ko'rishingiz mumkin FPS ni men sizlarga ko'rsatmoqchiman. FPS necha desanglar 15, 19, 20 atrofida FPS beryapti bizda. Bilmadim, bu juda yomon holat. Albatta bu launcher bizga yoqmadi. Yana bilmadim, agar telefoni kuchlilar bo'lsa bu launcherga ham quloq tashlasalar bo'ladi. Voy qanday chiqishni bilmay qoldim. Qanaqadir tushunarsiz bo'lib qolgan ekan. Men o'zim ham tushunmay qoldim bu launcherni. Do'stlar, sizlar bilan Hyperos bo'ldi. Kelasi videoga ko'rishguncha.